2025-yil oktyabr oyida Toshkent viloyati O'rta-Chirchiq tumanida joylashgan yangi aeroport, ya'ni 1310 gektar hajmga ega bo'lgan yangi aeroport qurilishiga start berildi. Loyihani birinchi etapida taxminan 2,5 milliard dollarlik investitsiya kiritilishi kuzatilmoqda. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Hayot, Space Property korxonasining asoschilaridan biriman. Bu kanalimizda ko'chmas mulkka doir bo'lgan qiziqarli faktlar, yangiliklar va o'zimizning tajribamizdan kelib chiqqan bilimlar bilan bo'lishib borishga harakat qilamiz. Va bu videomizda yangi aeroport qurilishi biznes egalariga qanaqa imkoniyatlar ochib berish bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Videomizni ketma-ketlik bo'lishi uchun, ma'lumotlarni to'g'ri qabul qilishingiz uchun bu videomizdan 3 qismga bo'lamiz. Birinchisi ishlab chiqarish, sklad va logistika bilan shug'ullanadiganlar uchun ma'lumot berib o'tamiz. Ikkinchisi uzoq muddatli investitsiyani ko'zlaydigan investorlar uchun ma'lumotlar. Uchinchisini videoning oxirida ma'lumot beramiz. Ishlab chiqaruvchilar, sklad bilan shug'ullanadiganlar yoki anaqa logistik kompleksi borlar hozirdan yangi aeroport tarafdan joylar qarashligiga kerakligini bir nechta sabablari bor. Ulardan birinchisi bu logistika. Bizning o'zimizda ham yaqinda bir vaziyat bo'ldi. Yangi hayotda ishlab chiqaruvchi bir mijozimiz bor, bir 4 yillik bizning mijozimiz. Ularni skladlari bor, qo'yiluvchi tarafda. Ular bizga aytdilar, hayot logistikaga ko'p vaqt ketib qolyapti, 3-4 soatlab vaqtim ketyapti. Shuning hisobiga effektivlik tushib ketyapti. Mana shu o'zimni ishlab chiqarishim oldidan shu yangi hayotdan, surumdan menga sklad uchun joy topib ber, 3-4 gektarlik bizni olib sklad bilan shotka qilsak, logistikadan ancha yutamiz, sebstoyimiz ham bizga ancha arzonga tushadi deb bizning klientlarimizdan o'zi ma'lumot beryapti. Ya'ni bu nima degani? Hozir shahar ichida, ya'ni katta mashinalar yotib tursin, kichkina mashinalarni ham qimillashi juda qiyinlashib ketyapti, chunki yildan yilga mashinalarning soni oshyapti. Ishlab chiqaruvchilarning ko'pi, mana Jomida bo'ladimi, Sobir Rahimovda bo'ladimi, hamma o'zini ishlab chiqarishini maksimalni shu yangi yo'l, yangi hayot, surum taraflarga olib chiqishga harakat qilyapti. Agar siz hozirdan harakatingizni hali ham boshlamagan bo'lsangiz, hozirdan harakat qilishingiz kerak, chunki birinchi katta sabab bu logistika. Logistika orqali siz vaqt yutqazasiz, sebstoyimiz oshadi, umumiy gibkisiz ishlab chiqarishga bo'lgan eng muhim omil bu juda ham kamayib ketadi. Bu birinchi sabablardan biri. Ikkinchi sababi bu qurilish uchun imkoniyatlar. Ya'ni hozirgi kunning o'zida endi mana shu yangi hayot hokimiyati tomonidan, endi prezidentimiz tomonidan ham bu narsaga katta loyihaga start berilgan. Surumda yangi avlod degan 764 gektarlik aynan ishlab chiqaruvchilar uchun yangi joylar ajratilyapti. Agar sizda qanaqadir o'zingiz loyihangiz bo'ladigan bo'lsa, shu yangi hayot hokimiyatiga murojaat qilib, aynan shu konsepsiyaga tushadigan ishlab chiqarishingiz bo'lsa, sizga joy ajratib, investitsiya shartlarini tushuntirib, to'laqonli ma'lumot berishadi. Agar yo'q, men hokimiyatdan joy olmoqchi emasman, menga xususiy joy kerak desanglar, bu bo'yicha bizga bemalol murojaat qilsanglar, Space Property korxonasi bu bo'yicha sizlarga maksimalni aniq решениyalar berishga harakat qiladi. Uchinchi sababi bu ish kuchi. Bizni biladigan, biz ishlab keladigan bir ancha yillik katta mijozlarimiz, ustozlarimiz shu ishlab chiqarish sohasida bo'lganlar, ko'pchilik mana shu yangi yo'l tarafdan, surum tarafdan ishchilar uchun alohida avtobus qo'yishgan. U avtobusda ishchilar shu yangi hayot yoki misol uchun Sobir Rahimovlar kelib ishlab, keyin orqaga qaytib ketishadi. Ya'ni bu avtomatik sizlarni rasxodinglarni yana ko'paytiradi. Agar sizlar hozirdan shu yangi aeroport tarafga ko'chiradigan bo'lsanglar, o'tda, ya'ni o'sha yangi yo'l bo'ladimi, O'rta-Chirchiq bo'ladimi, ishchi kuchi nisbatan ancha arzon. Bu ham sizlarni o'sha har doim iqtisodiyligiga ta'sir qiladigan bir sabablardan biri. Ya'ni umumiy qiladigan bo'lsangiz, logistikada yutasizlar. Logistika nafaqat fura ketishi, yangi aeroport ishga tushgandan keyin hamma yuklar o'sha orqali o'tadi. Ikkinchisi, hozirda juda ham ko'p imkoniyatli, ya'ni bo'sh maydonlar bor ishlab chiqarish joriy qilish uchun. Faqat o'sha hamma etaplarni, ketma-ketliklarni to'g'ri qilib, dokumentatsiyalarni to'g'ri qilsanglar, ishlab chiqarishga imkoniyatlar keng. Va uchinchisi, ishchi kuchi. Shu omillarni hisob-kitob qiladigan bo'lsanglar, shuni to'g'ri optimizatsiya qilsanglar, menimcha katta bir natijaga erishish imkoniyati bor deb o'zimizning shaxsiy fikrimiz deb o'ylaymiz. Xo'p, endi videomizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Agarda siz uzoq yillik investor bo'lsangiz, ya'ni shahar rivojlanayotgan paytda shahar yaxshi joylardan joylar olib qo'yib, rivojlangandan keyin uni karra-karra qimmatga sotish strategiya bo'yicha yillar davomida ishlab kelayotgan bo'lsangiz, hozir ham aynan shunaqa payt. Ya'ni yangi aeroport tarafdan hozirdan o'sha joylar sotib olishga harakat qilinglar. Sababi nisbatan juda narxlar past va bu kelajakda aniq o'zini oqlaydi. Sababi aeroport ishga tushishi bilan yangi yo'llar ishga tushadi. Ya'ni bu degani aeroportga kelishda nimalar kerak bo'ladi? Do'konlar kerak bo'ladi, gostinitsalar kerak bo'ladi, zapravkalar kerak bo'ladi, omborxonalar kerak bo'ladi. Ya'ni
juda ham ko'p biznes turiga imkoniyatli qurilish uchun maydonlar kerak bo'ladi. Agar siz hozirdan buni ichiga kirib, kerakli maydonlarni sotib oladigan bo'lsangiz, ya'ni qo'pol qilib aytganda aeroportimiz 2030-yilgacha bitadigan bo'lsa, 2030-yilgacha kamida 2, 3 yoki 4, 5 barobargacha o'sish imkoniyati bor. Sababi o'zimizda bo'lgan keys 2021-yili Yangi hayotda joylashgan maydonlarda ishlab chiqarish uchun bo'lgan joylar 1,5-2 ming dollar atrofida bir sotugi narxi shunaqa bo'ladi. Hozirgi kunda o'tdi yerlar narxi 20 ming, 25 ming atrofida. Endi matematikasini o'zingizlar ham hisob-kitob qilsanglar bo'ladi, tilla ham bunaqa o'smagan. Agar takliflar bo'yicha yo men o'zim shug'ullana olmayman, vaqtim yo'q, menga rejim beringlar desangiz, bizda hozirgi kunda komandamiz buning ustida ishlayapti va hozir ham bir bitta aktualniy obyektimiz bor, Yangi yo'lda joylashgan. Mana shu Yangi yo'l tushadigan tarafda joylashgan obyektimiz taxminan 5 gektar atrofida eski ferma bo'lib ishlaydi. Hozirgi kunda narxi juda привлекательный, narxlar bo'yicha aloqaga chiqasizlar. To'liq ma'lumot berib o'tamiz. Muhimi bu emas, muhimi sizga tushuntirib bo'lmoqchi bo'lgan narsamiz imkoniyat. Ya'ni hozirgi paytda narxlar past, kirish oson. Yillardan keyin bu imkoniyat juda ham qiyin bo'lib ketishi mumkin. Videomizning 3-chi va oxirgi qismida ishimizga kerak bo'lgan narsa bu juda ham oddiy narsa va har bir uzoq yillik tadbirkor, biznesmenlar bu narsadan xabardor. Prosta ishinglar ko'p bo'lib, ahamiyat bermay qolishingiz mumkin. Bu imkoniyat. Ya'ni o'sha hozir tepada sanayotgan hamma narsam hozirgi paytda aynan kirish, ya'ni pul jihatidan ham, hozir assortiment, ya'ni maydonlarni borligi jihatdan ham imkoniyat ancha osonroq. Uje aeroport to'laqonli qurilishlari ishga tushib, uje bitish arafasiga kelib qoladigan paytda uje biz aytayotgan mana shu kriteriyalar borgan sari qiyinlashib ketaveradi. Bo'sh maydonlar ham kamayib ketaveradi. Bo'lsa ham narxi siz o'ylagandan qimmatroq bo'ladi. Bugungi videomizda bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Bir foydali bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Agar qanaqadir xato, kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, ularni to'g'rilab kommentariylar yozib qo'yadigan odamlar topilsa kerak. Agar sizlarga noturar binolar bo'yicha aktual informatsiyalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Va agar o'zingizlarga mana shu noturar katta ko'chmas mulklar bo'yicha 1000 kvadratdan oshiq bo'lgan ko'chmas mulklar bo'yicha yechimlar, ma'lumotlar, konsultatsiyalar yoki qanaqadir joy olmoqchi bo'lsanglar, yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, Space Property komandasi bu narsaga tayyor. Hozirgi kunda 200 dan ortiq proyektlarimiz bor. Bemalol bizga murojaat qilinglar, yordam berib o'tamiz.